Ba'zida inson umri davomida anglab yetmagan haqiqatni bir necha daqiqaning o'zi kifoya qiladi tushunib yetishiga. O'zbek estradasining yorqin vakillaridan biri Anvar Sobirov ham xuddi shunday haqiqatlarni boshidan o'tkazdi. Anvar Sobirov yaqin insonini yo'qotish unga nimani anglatganligi haqida kutilmagan intervyu berdi. Xonanda hamda aktyor Anvar Sobirov o'zimizning gap ko'rsatuviga bergan intervyusida hayotini hamda dunyoqarashini o'zgartirib yuborgan voqea haqida so'zlab berdi. Hayotda juda chuqur yondoshishimga kelinoyimning o'limi sabab bo'lgan. Qarangki, kelinoyimning o'zlari oliy ma'lumotli tibbiyot xodimi, shifokor edi. Punktual, intizomli inson bo'lganlar. Bedavo dard hech kimga rahm shafqat qilmas ekan. Kasallik ularni 30 yoshlarida bu hayotdan olib ketdi. Bu voqeaga ham salkam 20 yildan oshdi. O'shanda kasalxonada koridorga kirib, kasallarning so'zlarini eshitganman. 20, 30, 50, 80 ga kirgan kasallarni ko'rdim. Ularning hammasining niyatlari, tilaklari bir xil edi. 80 ga kirgan inson ham bo'ldi, yoshimni yashab bo'ldim demayapti. Ey Xudoyim, shifo bergin deb hayotga, yashashga talpinayapti. O'sha kundan boshlab mening hayotimda juda katta o'zgarish bo'ldi. Hayotning qadriga yetish kerakligini angladim. Shuningdek, Anvar Sobirov hozirgi paytda reytinglarda yuqori o'rinlarni egallab kelayotgan qo'shiqlar matnidan ko'ngli to'lmasligi haqida ham gapirib o'tdi. Internetda oxirgi paytlarda ko'p faol bo'lmay qoldim. Ochasan asabbuzarlik. Hozir o'zini tutib olgan necha yillik san'atkorlar ham bachkanalik qilayotganligini ko'rib, hafsalang pir bo'ladi. Yonimda yurgan shogirdlarim Instagramdagi postlaringiz aktivligi past, siz ham har xil videolar qilib jonlantiring deyishadi. Ularga qo'y meni chalg'itma, ozmi ko'pmi xalqning mehriga sazovor bo'lgan bo'lsam, shu bilan qolaveray yetadi deyman. Hozir reyting degan narsa bor. O'sha reytingning cho'qqisida turgan qo'shiqlarning so'zlarini qog'ozga tushiring-da, birovning ustidan yozilgan arizaga o'xshaydi. Ularni she'r emas, shunchaki matn deb atayman. Shunday qo'shiqlarning ketmoni uchyapti, urf bo'lyapti. Mayli, agarda ularga bu qo'shiqlar omad keltirayotgan bo'lsa, Alloh hammaning omadini bersin deydi Anvar Sobirov.